Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. Hammalarının Qurban mübarek olsun. Beýin Qurban şu sebäbiden dünýäniň her qaysi jaýlaryndaki gäryndaşlarymyzyňky Qurban ýetini tebrikleýmis. İnşallah ewetende bu bugün gelgen uçurlarda Kaşgary'da gattyk ýamgyr ýagypdy. Şuna goşa garmay halkymyzyň bir kysmyny göz boýamçylyk şekilde bolsunmy ýanalam rozetgidek bir samaga saganyňdek bir görnüşlerini gördük. Halal bolmasyn bir kysym ýerlerde ana halkymyz gurbanlyk kylalykanlygydan Cenab Allaha hem sana aýetimiz. Şuna bilen birge bütün dünýädäki gäryndaşlarymyň gurban etdiği emel ibadetleri ve kılgan kurbanlıkını Allah'ın dergahında kabul buluşun Allah'tan tileymen. Şuna bilen birge gäryndaşlar bugün yet münasibeti bilen hem bir heyetlerden ýa-ni tebrikleşlen birge hem bir nime bolsun. Bir ýakynky bizgi münasibetli haberlerden her birlerine haberlendireli diýen şekilde bugünkü bu Xitayga kimler hujum kılýardy diýen şekilde bir programma işleşini laýyk gördüm. Hemmemizden haberde bar. Muşu aýynyň 14-nji güni Xitaynyň Pakistanda işläp atgan su elektrik stansiýasynda işläp atgan işçi hyzmatçylarinyňki aýry awtobus partlaş şeklinde hujumga uçurap 9 Xitaynyň ölüşi 3 ýerlik Pakistan dogduk adamlar. Bularnyň ölüşi bilen 13 adamın ölüşini keltirip çıkargan bir wakalikni algan edik. Bu waka sadyr bolgandykan Xitay Pakistanyň bu bir awtobusynyň mexanik jähetdeki kaşalyşy şu sebäpden partlaş peýda bolgan diýen sözüni gatlyk şekilde ret kılıp, naýaty çyň turup özüniň muşu terrorluk hujumuga uçurady diýen köz garşyny küçeýdişlen birge Pakistan'a kaydı besim kılıp bir derhal üzünün Beijing'den bir tekşürüş ümkini ciddi evetkelligidek haberlerini azırak paylaşkandık, ortaklaşkandık. Bu ümek kelgenden keyin bulumu ciddi şekilde bu näq meýdan nimeni tekşürüş arkaly bunun çokum partlaş şekilde elip berilgan hereket ekenligini gaýt elan kılgan boldy. Xitaynyň muşu ýylynyň 4-nji aýynyň 23-nji güni gaýsy bir ülkesindeki yani Xitay baş alçysy düşken mehmanxanada partlaş yüz berip bir ýerde nurgun adamyň ölgenligini. Şu Xitaynyň asly bu partlaşda yerlik Taliban yani Pakistan Talibanlary dep aýrydiken Xitay hazır Pakistan'daki Talibanlar ve Afganistan Talibanlary dep ikiге aýrydiken ameliyatda bu ikisinin ortak bir nimege täze dep bolsun, lekin ikisinin nime tanlaş ýolu okşaş emas. Onuň üçin biz bu Pakistan Talibanlaryny terrorçy diýmiz diýenini ilgiri sürüp atdy. Hazır Afganistandaky Talibanlar biraz güçlü döwletni iliş altydy bolganlygy üçin ulany hazır terrorçy diýenmeýdiken. Çünki ulany dep galsa halapetke uçurap kılıp ýa-ni arsynyň buzulup ketişini halamaydyken Xitaynyň hazır tutup atgan ýolu yumşak, naýat kuluk şumluk bilen Pakistanyň kolu arkaly hazırky Afganistandaky Pakistanly bilen Talibanly bilen mundak bir nimeni şekillendiriş, ittifaklykyny şekillendiriş, bir-birimizge çekilmaslyk, bir-birine net bir şekildeki nimeni koýuş bu nimeni koýup atdy. Çünki unda bolganda Xitay uzun müddetlik bir beheterlikki igi bula alaýma. Hem Şerqi Türkistan ve Xitaynyň başga çegaralaryga uruşynyň keňeyip ketişi ýa-ni uruşynyň tutuşup ketişine, Xitaynyň ýa-ni uruş kirip kılışynyň aldyny alama. Bir ýol bir belbagyny hadirjem halatda indi okýany tutaşdyryp bütün dünýäge melimni wagt-wagtda tenem kılıp bütün dünýäni iştirek munqaris kıla alaýma diýenini gözlemekde. Onuň üçin bu hazırky Afganistandaky Talibanlar bilen naýatdy sile özleri hocam käsler diýen şekilde muamelede bulawatydy. Endi gepimiz gaýtyp gelsek gäryndaşlar, Pakistandaky bu ahwalyny Xitay ciddi tekşürüş arkaly bu hazır enek şekilde
Falan to'qini qilibdi demagan bilan hozir bunda g'oya shaklda xabarlarda nima deyapti desanglar. Amerikadan bu rayonning bexatarligiga ko'ngil bo'lmay, Afg'onistondan qo'shin chektirish bilan birga bizning Xitoyning bu nimaga bir yo'l bir belbog' va Xitoyning chet eldagi ish xizmatlari bo'lsin yoki bo'lmasa qilayotgan qurilish yeriga to'sqinlik shaklda hujumlar uchrashi ko'paydi. Buning keyinda buni qilayotgan Pokistondagi Talibanlar. Bu Pokistondagi Talibanlarga destek berayotgan Hindiston. Hindistonning keyinida Hindistonning xo'rligini yo'g'otayotgan Amerika degan shaklda xabarlarda mishta nimani hozir yo'rg'iltyotadi bular. Fikrni yo'rg'iltyotadi. Demak, bizga bizning kuchlanishimizni, bizning dunyoni so'rishimizni kim to'sadi? Faqat Amerika to'sadi. Chunki biz Amerikadan ishib ketish oldida turyapmiz. Aqlay degandek, Amerika bizning kuchayishimizni, yo'g'onishimizni xohlamaydi. Bizning yolg'iz niyatimizni Amerika bilib qoldi, shunga bizga eng zo'r to'sqinlik qilayotgan Amerika degan yerga olib boryotdi. Hamda bu yerda bu avtobus portlashni hech qanday tashkilot, hech qanday o'rin hech kim ustiga olmadi. Ya'ni men qildim degan odam yo'q. Chunki buni qilgan odam bormi yo'q, buni bilmaymiz. Xitoy buni o'zi o'ydirib chiqarib shunday qilyapti. Yoki bo'lmasa Xitoy yaqinda xalq qurultiyidan o'sha chet elga qo'shin chiqarish, alayda qism chiqarish bir qonunni ma'qulladi. Bu qonunni kuchlantirish uchun, chunki Xitoyning bir yo'l bir belbog' qurilishi nihoyatda kengayayotdi. Hozir deganimizga o'xshash shu Pokiston bir yo'l bir belbog' qilayotgan mablag' o'tgan programmani xato deb qo'ygan bo'lishi mumkin. 50 milliard dollar ekan, 50 milliard dollar ekan qarindoshlar. Bu hozir qilinayotgan bu suv qurilishi, bu portlashdan keyin 28 odamning yaralanishi, 9 Xitoyning o'lishi keltirib chiqargandan keyin hozir bu suv qurilishi to'xtabdi. Demak, Xitoyning mushta qurilishlari, mushundaq ishlari poyezd yo'li qilyotdi, anandan keyin suv qurilishi qilyotdi va shunga o'xshash nurg'un joylarga nurg'un nimalarni silyotdi endi Xitoylar, mablag' silyotdi. Unda bo'lgandiki, bu qilayotgan qurilishi, temir yo'llari bir portlash bilan yo'li buzilib ketib qolsa, yoki bo'lmasa u yerdagi xodimlar go'rog'ilinib ketsa, yoki bo'lmasa mushta tuyuqsiz gum ulab ketib qolsa, u yerda ishlaydigan odam qolmaydi birsiga, yana birsiga u yerning bexatarligi Xitoy sog'an mablag'i shu yerda qolib qoladi. Sog'an mablag'dan yana ko'tarib ketib olmaydi hamda. Shu suv qurilish bo'yicha qolib qoladigan gap, temir yo'l bo'yicha qolib qoladigan gap. Xitoy hamda bu ziyonni qanday qilamiz deb turg'uliq vaqtida 17-islar Afrikaning Mali degan davlatida 5 odam go'rog'ilindi. Yerli qurolli qismlarning nimasi hujum bilan. Bu qurilish qilayotgan yerga u yerda bir yerli qurolli qismninki u yerga hujum qilib, shu qurilish qilayotgan yerdagi 3 Xitoy, 2 yerliklar 5 odamni go'rog'ilib, 5 kichik mashinasini uni qo'lga tushirib, uni bulavun ilib, anandan keyin ash qurilish qilayotgan yerga ko'p qismi o't qo'yib o'tib, nurg'un buzilgan yerni buzib o'tib ketdi. Ham ketgandan keyin texab bu odamninki nima to'g'riliq bo'lgan, nima to'g'ri go'rog'ilgan bu shakldagi narsa yo'q. Ammo Malidagi ahvolning bunig'ini deb Fransiyaning Malidagi qo'shinlari yaqinda chekinib o'tibdi ekan. Ulumi qo'shinlarimizni chekindirib, Fransiyami chekinib chiqdimiz, davlatimizni qaytamiz deb bulayotgan bu ahvol ostida mayli Fransiyaning qo'shin chekindirishi bo'lsin, mayli Amerikaning qo'shin chekindirishi bo'lsin, bizning bexatarligimizga tahdid ilib keldi. Buni bizni manchilik qo'g'diganda, manchilik shu yerda amalligini saqlaganda, demak, hozir bularning chiqib ketishi tanlam bu yerlik qurolli kuchlarning kuchayib ketishi oxirida bularning kuch ko'rishi bor. Fransiyami buni kuch ko'rib qolib ketdi. Amerikami bu shaklda kuch ko'rib qolib ketdi. Hindiston bundan foydalanib bizga mandaq hujumni ang planlig'icha texniklik, nayt bilinmagan, nayt ustulik bilan bir qarasa texnik shaklda portlash yuz bergandek shakldagi holatga keltirib qo'yib, bunda shaklda qilishi ustulik bilan buni cho'qim keyinda bir cho'ng davlat bor. Bu cho'qim cho'ng davlatning nimasi bilan qilingan ish deb Xitoy buning atyapti. Buning atib Taliban, Pokiston Talibanlariga atish orqali Pokiston Talibanlarining keyingisi Hindistonning
Pakistan etrafida harakat qilayotgan 700 dan ortiq puhrachi nimalari bor, jasuslar bor. Bular bevosita Hindistonning ta'minlagan pul bilan bir yerda harakat ilib beryotidi. Bu 700 odam bizning bir yo'l bir belbog' qurilishimizni buzg'unchilik qilish va shu yerda Xitoy shirkatlariga bo'lsin, Xitoyning fuqarolariga bo'lsin, Xitoyning muqim mulklariga bo'lsin, bunda hujum qilishni planlaydi. Biz buda Hindistonning bu qirg'iniga biz chuqur bir ko'z tutib qo'yishimiz kerak o'zimizni deganni ilgari suryotdim. Rost ko'rsatamdi, rost ko'rsatamanda buni keyin xabarni ko'ramiz. Endi Hindistonning yaqinda 6-oyning 5-ida 50 ming qo'shinni yutkab, u yerdagi Hindiston Kashmirdagi qo'shinning, Xitoy bilan bo'lgan chegardagi qo'shinning sonini 200 ming yetkazgandan keyin Xitoy darhol o'zining Sharq Turkiston bölgesidagi qo'shinning sonini 200 mingga yetkazdi. Yetkazish bilan birga Xitoy nima deydi? Biz Sharq Turkistondagi turayotgan shu yerga qo'shinlarimizning ul muassasalarini kuchlantirish, u yerdagi masalan insonlarga keraklik shinaxsali bo'lsin, yotoqlarning muhiti bo'lsin, tomoqlarning muhiti bo'lsin, nafaslantirgich bo'lsin, bularning nimasini yaxshilash bilan birga ularning bu yerdagi askarlarimizning safosini texnik yuqori ko'tarish. Biz Hindiston bilan uzun muddatli, hozir Hindiston saylan munosabati bilan yoki bo'lmasa hozir davlatning ichidagi kasallikning olib ketish bilan bizga bo'lgan zo'ravonligi yoki bizga hujum qilish nimasini texnik olib o'tadi. Chunki xalqning besimini pasaytish uchun bizga bo'lgan hujum nimasini kengaytirib o'tadi degan shaklda tashviq qilish orqali nima deganda, biz besib kirgandik, Hindiston xalqining ziminiga biz hujum qilayotgandik deganni niqoblab biz Hindistondagi hozir Xitoyning virusi bilan o'lganlarning soni kundan kunga oshib to'xtamayotgan ekan, xalqning hukumatga bo'lgan noroziligini pasaytish uchun bu shaklda bunda bizga hujum qilish shaklidagi narsalarni tayyorlab bunda qilyotdi. Xitoyning virusini biz avatgandik. Shuning bilan birga nimadagi Hindistondagi insonlarning ko'plab o'lishini biz keltirib chiqaryapmiz deganni demay, biz Hindiston bilan eng avval cho'qim diplomatik munosabatni yaxshilashimiz kerak, avvalroq tutishib qolmasligimiz kerak. Biz Hindistondagi xalqning ovozidan foydalanib, xalqning ovozi bilan biz hukumatiga besim qiladigan yo'lni tanlashimiz kerak. Shuning uchun bizga Amerikada YouTube kanali ichib Amerikaga qarshi turayotgan o'xshash, Yangi Zelandiyada ichib qarshi turayotgan o'xshash, Tayvanda ichib qarshi turayotgan o'xshash shunda YouTube kanallari, YouTube'chilarni ko'plab chiqarib, xalq fikrini to'plab, biz shu o'zining xalqi bilan o'zining hukumatiga qarshi turgan yo'lni tanlashimiz kerak degan nuqtani ilgari suryapti. Demak, Xitoy hozir masalan bizning bu yerdagi Shvetsiyadagi Alishin deydi Xitoycha. Shu telegraf idorasining nimada Xitoyda sağan mablag' bor. Shu yerda pochta telegraf ishlari yoki telefon ishlarini qilayotgan u shirkat bu Xitoyning 5G qurilishini elib Shvetsiyada qilmoqchi bo'lganlar va Shvetsiya sud hukumati, sud kollegiyasi qaror chiqarib Xitoyning 5G'sini Shvetsiyada qo'llanishga bo'lmaydi degan qonun bilan buni Shvetsiyada buni qo'llanishga yoki 5G'ni ishlatishga cheklagan. Cheklagandan keyin bu shirkat nima dedi desanlar, shirkatlik shirkat. Ayadagi 8% ziyinni ko'rib, men ziyon tortib ketdim. Unda bo'lsa men Shvetsiyadan chiqdim. Men Shvetsiyadan nimani elib chiqdim. Shirkatimning u yerlik turishlik nimasini boshqa davlat yutmayman. Sizlar bunday qilsanglar to'g'ri bo'lmaydi deb hukumatga norozilik bildirdi. Chunki bir shirkatning ziyoni bilan bir davlatga ziyon urish uchun imkoniyatni davlat buni bilan kar olmay, shu asli chiqargan qarorni kuchga yiqildi. Ya'ni Xitoyning 5G'sini Shvetsiyada qo'llanishga bo'lmaydi, ishlatishga bo'lmaydi. Bu kishilarning maxfiyatligini va davlatning maxfiyatligini Xitoy suzib qo'ygan bo'lamiz degan shaklda buni rad qildi. Buni rad qilgandan keyin nima dedi Xitoy? Unda bo'lsa, men Alishin degan bu shirkat orqali nima mumkin? Shirkat xalqiga shirkat hukumatiga besim qilaman. Men bu shirkatni ziyon uchirtish orqali u shirkatlar orqali davlatga besim qildirman degan shaklda
bu hareketni qo'llanadi. Demak, Aşağıdaki şirketlerine, chet el şirketler mesela Xitoydagi chet el şirketler mesela Amerika'nın olsun ve başka yerliklerin olsun, Avrupa'dakilarniki aşta jündädi. Demek şirketlerini ziyanga düşürüp yoki pay chekini düşürüp arqali telefonlarını satqızmaslik arqali Xitoy bir telefon bilan bir siyaset bilan bütün idoralar xontovijen düşürüp bunda qila oladi ya. Avrupa'da qila olmaydi. Unda huquq yo'q. Adamning şirketini bir adamning nimasini cheklab o'tadigan huquq yo'q. Ama Xitoyda bor. Xitoyda bir telefon bilan ayni Amerika'dan Tesla degan mashina şirketini bizning maxfiyatlikni o'g'irlaydigan ammolar deganda Xitoyda olmadi ayna. Shunga o'xshagan shaklda Xitoy nima ish qiladi desangiz, o'sha chet elning shirkatlari orqali Xitoydagi o'zining davlatiga bezim qiladi. Hatto davlatiga foyda ziyon tortgan ekan, ziyon ig'ir emasmi? O ziyon tortgan ekan, to'xtab tur, men Xitoyning bozorini qo'ldan berib qo'ymasligim kerak deb davlatning maxfiyatini setib etadigan, davlatni yuz o'riydigan, hatto davlatni ayna kichkina ziyon tortsa, men necha yil men shirkatimga foyda berganda, men davlatim demay 8% ziyonni ko'riblar. Şapıda davlatni yuz o'riydigan ahvollarni keltirib. Chunki Xitoy mavjudi ya pulning bir uchining yurakda, bir uchining bilakda deganni Xitoy bundan nima qiladi? Ya shunga chet el korxonalarini o'sha iqtisodiy nim bilan joylab o'zini davlatga o'zi qarshi chiqadigan ahvollarni keltirib chiqaradi. Demak, bu xabarni qo'shimcha qilib qo'yganim bir shaklda har birlarining bu Xitoyning qilayotgan harakati. Endi Xitoy xabarda bo'lsin dedim. Xitoy hamda nima uchun bu portlashdan keyingi ahvolda Pokistondagi portlashdan keyin nima uchun bu terrorlik hujum, men terrorlik uchrab ketdim, ayni Fransiyada o'ynama. Afrikada Mali degan davlat uchrayapti. Men anondan keyin Afrikaning Janubiy Afrikada hozir o'zingni ko'rdinglar xabarda balkim 7-oyning 7-sidan boshlab haliqi burunqi Afrikaning prezidentini sotqa chiqqanda undan keyin xalq portlab namoyish qilib uni qo'llag'uvchilari bilan o'tirdi vaziyatlar bo'lib uni qo'yib birsi deb bir namoyish bo'lib ketdi. Namoyish bo'lib ketib, bu namoyish keyin bundaq to'polonga bulanchilik o'zgarib, bulantalab ketdi. Bulantalab u yerda ko'pi Xitoyning savdo korxonalari, tijorat o'rinlari o'g'achqa Xitoyning do'konlari bulantalab uchirdi. Nurg'ular bulantalab uchirgan ekan Xitoy darhallam u yerdagi nimalarni eskartib hozir qanchalik Xitoyning nimasi bulanchilik uchirgan, qancha Xitoy o'lgani bilmaymiz, ammo 70 odam o'ldi. Bundan ichida qancha Xitoy bor, uni aniq xabarini ko'rmadim. Lekin mush to'polonda 70 odam o'ldi. Xitoyning nurg'un korxonalari, nurg'un tijorat o'rinlari ziyon uchirdi. Xitoy hozir darhol sizlar ashura turishliq shunday shirkat korxonalar darhol yerlikdan qo'g'duvchilarni ijaraga olib, o'zingni qo'g'danglar, o'zingni bexatarlik, o'zingni ega bo'linglar degan shaklda uqtirishlarni chiqaryapti. Demak, u namoyish shu 30 yilning buyongi eng cho'ng shaklda ilib berilgan namoyishga anonsiga bu kasalni olib ketish bilan ishsizlikning yoshlarning ishsizligi 75%ga chiqishi bilan u davlatni qalamqonchilik aran turibdi ekan. Shuning bilan birga bu qalamqonchilik bilan hozir u davlat hozirlikqa tukish oldiga kelib qoldi. Demak, agar mushta menga emas, bir shikoy qilmay Janubiy Afrikami Afrikadagi davlatlarimizning eng oldida menayotgan davlatning birisi. Bu Xitoyning virusi sababli ayni bir yilning ishsiz qolganlarning soni ishi, xalqning ishlayolmasligi, normal turmush qabul ega bo'lmasligi sababidan davlat cho'kish nimasiga kelib qolib, oxirida portlab bu prezidentning voqeasi bilan nima bo'ldi deganda xalqlar isyon qilib ochilang'ich qolgan ekan, do'konni bulashga majbur bo'ldi. Demak, buni keltirib chiqargan narsa nima edi? Asli Xitoy. Xitoyning virusi shundoq taraqqiy qilayotgan oldingi davlat. Mana hozir Yaponiyadagimi shu juma kuni boshlandi olimpikniki normal shaklda elib berish uchun Xitoyning virusi to'sqinlik qilib, shuna bo'lsin buni yepiq shaklda davom qildirganga qaror olib menayotdi, ammo hozirgacha 110 necha har qaysi davlatdan kelgan 110 necha tanakat mayirda bu Xitoy virusi payqalganligidek ahvollar chiqyapti. Buni ahvol qanday bo'ladi? Demak, shu ahvollarni keltirib chiqayotgan nima? Xitoyning virusi. Xitoyning virusi keltirib chiqayotgan Xitoylarning butun dunyoning iqtisodini keyniga chekinib, ishsizlik nisbatini olayotgan bir paytda Xitoyning GDP'sining 8.5% isishi nima deganda Xitoyning o'zining boshqa davlatlarni virus voqeasi bilan virus alonchiligi bilan qo'yib o'zining taraqqiyoti uchun mask setib, vaksina setib, hozir vaksinani Misrgacha keldi. Misrga uchun bugungi xabarda Wang Yininki Misr ziyoratida biz sizlarni mishni bilan qo'llaymiz deb
Bashar Asadga shu va'dani qilib qo'yib keldi. Hozir Sisi bilan shu va'dani qilib yandi. Demak, Misrga sinaq qilish uchun bu Xitoy vaksinasini aql berdiganligini endi nurg'un u yerdagi voy Xitoy vansuy deganlar endi Xitoyning vaksinasini urib qanday vansuy bo'ladi uni ko'ramiz endi. Demak, Xitoy nima deganda bir yoqdan zahar taqdim zarar yetishmaganligi vaksinasi orqali zaharni olib kirib o'g'izib Demak, davlatlarni bir shikilli qilmay Xitoyning virusi yanlam bu dunyoda nurg'un ofatlarni keltirib chiqarganligi taxmin qilinyapti, qarindoshlar. Shuningdek, bu Xitoylar butun qilayotgan ziyonkashligi, butun dunyoning taraqqiyoti, insonning hayotiga tahdid qilayotgan Xitoy. Xitoy shuni qilib turib, bugungi Pokistonda bir o'zi yasaganmi, o'zi qilganligi ehtimolligi bek yuqori bo'ladi. Chunki buni qilgan yo'q deb o'tirib chiqib, mana men qildim. Yoki bo'lmasa, Belchuk degan bir armiya var ekan Pokistonda. Bu bir qurolli kuch ekan, xil kuchli. Anandan keyin bu yerlik Talibanlar tarmoqi var ekan. Asosli cho'ng qurolliq Pokistonga tahdid qila olgan ikki qurolliq nima ekan. Bulardan hech qanday ovoz yo'q. Qilgan bo'lsa qildik deb aqcham bayonot berib, bu yo'l bilan bizim deyish bo'ladi o'g'aydi. Chunki 4-23 kuni qilganni shu Talibanlar qilgan uni bayon deb shunday xabar berdi. Demak, qanday bo'lmasin, buni qilgan bo'lsa biz qildik deydi. Ammo Xitoy buni yoshirin qildi deb Hindistonga atish, Hindistondan keyin Amerikaga atish nima deganda, bunda Xitoy yig'lang'uli qilib bu yana bir xabarda shu bizning Sharq Turkistondagi alayda qismlarining bir qismini shu biz hujum uchrab ketdik. Sizlar qo'g'diyamidinglar. Asli bu nimalarning Xitoyning ish xizmatchilarining u yerdagi bexatarlikni qo'g'dashga Pokiston armiyasi va Pokiston istixboroti mas'ul ekan. Shu hamda bu ahvol bo'laverdi. Sizlar buni qilolmadinglar. Buni biz ilishimiz kerak deb bu askar kirgizishni alg'a surtgan o'xshaydi. Qaraganda hamda bu Xitoy shu hozirdan boshlab yashayotgan shirkatlarninki o'zining qo'g'dash nimasi bo'lsa-mu, uningga kuchlantirib shaklda bir alayda qism Xitoy tojung bu deydi. Alayda qismini, alayda harakat qismini kirgandek turdi. Qanday bo'lsa Xitoy butun bir tiqib qilgandek turdi. Yani tıxmısı bulmaydı. Xitoy chunki bu bir yo'l bir yo'lni o'zi qo'dab xalq boshqalarga qo'dash puli beryapti-da. Masalan, ertaga bu Pokistondagi Talibanlar bilan deganlar bilanmi bir qo'lga keltirib bilanmi bir shaklda ularni izg'ish sharalanishi mumkin. Chunki Xitoy aldash xusta emasmi? Mao nimadagilar bilmaydi, Mao boshqalar bizdek Uyg'urdek Xitoyning qanday yolg'onchilik qilganligini, qanday qulluq qilganligini, boshini nima deydiganligini, o'tirib nima deydi, oxirini nima deydiganligini bilmaydi-ku. Bular mana qarab, manda debgan deb muomala qilishib qoladi. Ammo bizlar aning qanday qildan tumurining naga bordiganligini, buda nima deydiganligini bilgachga bizlar alig'i bek ishinib ketmaymiz. Uni qanday tadbirlashni bilamiz-ku. Ammo nimadagilar belkim aldam xalq chiqib ketishi mumkin deyman. Shu hamda qanday deganda Xitoy hamda shu o'zining hujumga uchrab ketdik deganda Afg'onistonga askar kirgizishi natayindek turdi. Chunki Afg'onistonning degan gapida Afg'oniston Talibanlarining hech qanday chet el kuchlarini yo'q qo'ymaymiz deglik. Turkiyaning aydirimni qo'dayotgan 600 nafar askar bor ekan. Shu askarni elib chiqish taklifini beryapti. Ammo bu qanday bo'ldi? Bu Turkiyadagi bu askarlarning qo'dash nimasi qanday bo'ldi? Bu qanday turdi? Uni bilmaymiz. Ammo ilgari surishda endi bu Turkiyami biz turk yerlik xalqning, yerlik hukumatning taklifi bilan kirdik bu yerga. Biz hech qachon o'zimiz xalqancha kirmaymiz. Chunki ularning taklif qilsa, kelib, ya'ni turpaslar desa turimiz, bunda O'zbekiston bilan turmaymiz dedi. Hamda kimningki Güney Turkiston degan do'stimning O'zbek yerlik O'zbek bularning egalligi o'rni va bularning taklifi yoki bularning hamkorligi bilan balkim u yerda turish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin uning qanday ahvoli naga bordi, Turkiyaning u yerda qanchalik manfaati va Turkiya u yerda nima qanday qiladi uni bilmaymiz. Ammo Talibanlar bilan munosabatning qanday bo'lishini uni keyingi xabarlarda ko'rishimiz mumkin. Lekin chet el askarlarining
9 ayının 11'den keyin tug'anning hammasi tajovuzchi hisoblanadi deganiga qaraganda Xitoyning u yerga askar kirgizishi notayin turdi. Lekin Xitoyning u yerda qon qiziyotgan har xil madan, har xil bu şekilde kanlarni ko'tarilib qiziyotgan va u yerga ba'zi bir şekilde yatırım mablag' solayotgan ishlar varmış. Balkim u ishlarda masalan Talibanlarni azroq ushur taqatdi-ku. Xitoy mablag' solsa, bizni taraqqiy qildirib ba'zi o'lazmalar solsa, uni qarshi olamiz degan uchurni berdi. Xitoy balki mablag' solg'ich shaklida ko'lamlashgan shaklda askar kirgizamiz-mi? Yani qo'g'dug'ich shaklida bir shirkatning qo'g'dug'ichlarida 20-30 ya 30-40 shaklda mandaq shaklda nimani kirgizishi mumkin. Lekin bundaq askariy shaklda bundaq kollektiv ya 200, 300 ya 500 mana shaklda kirgizamisligi mumkin. Hozirgi ahvoldan keyingi ahvol qanday bo'lishini bilmaymiz. Lekin taraqqiyotda hozir Xitoyning andishida Rossiya bilanmi bu o'ttir nimadiki bu da o Tojikistonning Dushanbeda yig'nashdi-ku bular. Nimaning Shanxay hamkorligining 20-yilligini tabriklash bilan birga bir yig'nashdi. U yig'indimi? Mushu agar Talibanlarning kengaymichiligi boshqa davlatlarga tutishib ketsa qanday qilamiz degan shaklda qildi. Rossiyami O'zbekiston, Tojikiston bilan birlashib Tojikiston chegarasida bir manevr o'tkazganligini nima qildi. Ammo Rossiyami Talibanlarga ig'ir shaklda qarshi turib va sen terrorchi demidi. Ulardan bir shaklda Talibanlarni berib anlatdi. Biz kengaymichiligimiz yo'q, boshqalarga tutishib ketmaymiz. Faqat o'zimizning davlatini o'zimiz idora qilamiz. Aqlay degan gapni qilgan bo'ldi. Bu shaklda unda bo'lsa o'zingizning ishingizni qilsangiz Selam aleyküm deyişimiz degan shaklda nima qildi. Ammo ular bu sen terrorchidan, sen mandaqchidan, sen biz bilan bir unda urushqa deganni qilmadi. Rossiyami agar bizning shu qo'shni davlatlarga tutishib ketib qolsa, askar kirgizamiz. Bo'lmasa, kirgizmaymiz degan nuqtaga keldi. Demak, nima deganda Talibanning bir xil ashadagi qurolliq eng chong kuch ekanligini hamma e'tirof qilganlik. Hamda u kuch qaysi shaklda taraqqiy qilib mangdi? Xitoy u kuchning ularning islomiy nuqtadan, musulmon bo'lgan nuqtasidan va yoki ularning ashqun bir kuch deb ular bilan bir hamkorlashib ichqun tashqun bo'lolmaydiganligini Pokistondek. Ammo ulug'imi qattiq qo'l yo'qmi? Sen terrorchidan aqlaycha desa diyolmaydi. Degisi yo'q. Ular faqat sizlar o'zlaringiz hojam keslar, o'tasizlar. Keslar, sizlarni chin keslar. Kim degan shaklda muomala qilishga urinyapti. Ham ansirash va ashadamda bir bizga qarshi bir 10, 20, 30 Uyg'ur ashaddan chiqib qolamiki, hayt deblam diniy ko'z qarash bilan bizga hujum qilib qolamiki degan andishi bor. Chunki Sharq Turkistonda bo'layotgan zulmni, necha million musulmonning qamalligini Talibanlar xabarsiz emas. Ular u yerdagi musulmonning ahvollarini anglab qolsa yoki biz tarjima qilib qo'ysa, biz endi olib tushunib davlatni eplab u deb qolgandan keyin bizga bir tegib salami degan andisi bor. Bu andisini oldini olish uchun hozir Pokistonniki bu yo'lni qo'llash bilan birga askar kirgizish, u yerdagi istixborot nimasini texnik yuqori ko'tarish, mablag'ini texnik yuqori ko'tarish, Pokiston bilan bo'lgan do'stlikni texnik yuqori ko'tarish, Pokistondagi ichidan keladigan o'ziga xavfning hammani yo'q qilish uchun harakat qilayotganligi ma'lum. Shuning uchun bizning Aşağıdaki Pakistan'da turuşluq Uyg'ur mahallasiga bir uyni ishga chekib, hozir maska, dora, uni buni taqib, rasmga tortib, ashlarning hammaning necha avlodini aniqlayotganligi mushuning bir qismi. Shuning uchun qarindoshlar, u yerdagi qarindoshlarimizning bexatarligi, u yerdagi qarindoshlarimizning Xitoyning qiltig'iga tushib ketmasligi, Xitoyning ziyonkashligiga kelib ketmasligi uchun Allohdan tilashimiz bilan birga bir shaklda hushyorligimizni bulabmi bizning atrofimizda bo'layotgan siyosiy o'zgarish va har qanday nimaga biz voy Taliban Xitoyga ketdi emas. Biz u yerdan Taliban bilan bo'lsin, yoki Pokiston bilan bo'lsin, yoki bo'lmasa ashadagi har qanday Xitoy qarshi kuch bilan qanday hamkorlasha olamiz, qanday biz ashadning o'zimizning foydasini ola olamiz degan nuqtada izlansak, bu nayt foydali bo'ladi. Agar unda bo'lmay Axaqni tillab qo'yish bilan aqlaycha o'tdi deb qo'yish ishimiz olmaydi. Faqat biz
o'ylaydiganimiz bizga kichikgina 1%lik foyda bo'lsa ishada, shu 1%lik foydani o'zimizni ziyon uchratmay turib qanday olamiz degan nuqtaga kelsak, nihoyat yaxshi bo'ldi. Xitoy boshqalarning qo'li bilan bizni urib kelganda, hozir Misrning qo'li bilan o'quvchilarimizni tutqizdi, Turkiyaning qo'li bilan odamlarimizni, ba'zilarimizni surgun qildi, ba'zini turmaga otdi. Etyapti. Shundaymi? Saudiya Arabistondagilar shunday qilyapti. Biz nima uchun xalqning boshqaning yerli xalqning qo'li bilan Xitoyning shu nimasiga zarba berolmaymiz degan nuqtani o'ylansak, nihoyat yaxshi bo'ldi xizmat. Chunki har doim bizning qo'limiz tegishini atayin. Boshqaning qo'lini biz ma'rifat qilishni bilsak, nihoyat yaxshi bo'ldi deb o'ylayman. Shuning uchun bugungi programmamizni shu yerda oxirlashdik, xizmatlar. Tekrar har biringizning hayotini tekrar muboraklayman. Shuning bilan birga agar programmamiz yaragan bo'lsa, taqdim qo'ying. A'zo bo'lmasangiz a'zolab qo'ying. Oxirida sizning kichkina iltimosimiz biz uchun bir sahli duoda olib qo'ysangiz, biz shundan xushal bo'lamiz. Hammangizga Janob Alloh tashkir. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.